Anvarova Adila. Odam xohlasa ulguradi deydi-ku. Kamida 1000 ta magazinga tovar beramiz. 100 dan, 200 dan Yo'q. boshlaganlar ham bor-da. U fabrika meni aldab ketgan. Bu yo'nalishda, конечно, bittada savdo zo'r bo'lib ketmaydi. Sof foydasi где-то 3000-4000 dollar bo'ladi-da. Abu Zakida ham yurdim. Xitoydagi ham borib keldim. Kargodagi muhitni ham ko'rgandek bo'ldim. Mana shu Business Woman loyihasida inshaalloh hammasini etap-etap o'rgataman. Assalomu alaykum azizlarim. Va nihoyatda yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugungi qahramonimiz 3 farzandni onasi, ya'ni 3 o'g'loni mehribon, sevimli onajonisi Anvarova Adila. Xush kelibsiz dasturimizga. Va alaykum assalom. Adilaxon. Bunaqa ism juda noyobman, eshitmagan edim. Rahmat. Adila, Adelina, millatingiz o'zbek. Millatim o'zbek. Mashallah. O'zingiz qiz boladingiz. Rahmat. Uchta farzandni onasi. Ham tadbirkor, ham farzandlarni tarbiyalash bilan band. Qanaqa qilib ulguryapsiz hamma ishlarga, Adelina? Odam xohlasa ulguradi deydi-ku. Xohish bo'lsa, Qaynona-qaynotangiz bilan yashaysizmi? shunaqa. Albatta, ularning yordami bor. Albatta. Boriga shukur bilani. Shunaqa. Katta yordamligi tegadi ularni. Xo'p, kecha menga siz haqingizda biroz ma'lumotnoma tushdi telefonimga. Boshida siz aynan mana shu bizni asaltoy bolajonlarimizni kiyimidan ishingizni Shunaqa. yurg'izishni boshlagan ekansiz. Taxminan 6 yil avvalmi? 9 yil. 9 yil. 9 yil avval boshlagan. 9 yil. Uydan Va sotishni Abu Sahiga mollaringizni topshirgansiz. Yo'q, uyda sotishni boshlaganman. Onlayn. Onlayn. Uyda, internetda, Telegramda gruppalarda ochib, o'sha payt endi rivojlanayotgan payt edi. Kiyim kechaklarni. Ha, detskiy kiyim kechaklarni. Qayerdan olib keltirgansiz? Xitoydan? Xitoydan, Turkiyadan aralash. Olib keltirib boshlaganmiz. Undan keyin уже rivojlanishgan, yana ham harakat qilib Turkiya qo'shdik, Xitoy qo'shdik, mana shunaqa aralash qilib sotganman. Где-то 6 yil shunaqa uyda sotdim. Undan keyin hammasi onlayn orqali olib kiritirilgan mollar. Shunaqa. Qanday mazza, buni borib, u shaharga chipta ol, samolyotdan uchib borasan, mehmonxonasida joylashasan, qancha mablag'ing ketadi, vaqting ketadi, ancha rasxod. o'ta yeyishing bor, yurishing bor, u qancha moddiy tarafdan mablag'ing uchib ketadi. Bu yerda bemalol onlayn orqali qarab, mana shu mol zo'r ekan. Ting bosdingiz. Mana shuni qilib u o'zi yetib kelgan. O'zi yetib keladi. Va siz ularni qayerga? Uydan chiqmagan holda uyda sotganman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shunaqa Telegram kanal orqali, Instagram, Telegram orqali sotganman. Qoyilman. Va bilishimcha bu narsani birgalikda turmush o'rtog'ingiz bilan Keyin turmush o'rtog'im aralashganlar. Keyin Optimga kirganimda, ularning sohalari umuman boshqa edi. Sir bo'lmasa, unda mebelda ishlardilar. Mebelni anaqada ishlardilar. O'zimizning qarindoshlarning anaqaligi bor edi, fabrikaligi. Mebelni u yoqda ishlardilar. U yoqdan keyin o'zim iltimos qilib, bu yoqga anaqa qilganman. Menga yordam bering deb. Chunki ularning yordamlarisiz qila olmasdim. Chetga chiqishga baribir erkak kishi bo'lish kerak deb o'ylayman yonida. Umuman olganda qayerdan bunaqa bilimlarga ega bo'ldingiz? Kimdan o'rgandingiz? Qayerdan bunaqa deylik, o'sha saboq yoki kimdir ota-onasidan fundament oladi-da, masalan. Kimdir dugonasidan tanish bilish yoki aynan siz ham mana shu anaqaga murojaat qilganmidingiz? Business Woman loyihasiga. Men o'sha payt oddiy kurslarda o'qiganman. U payt arzon edi kurslar. Oddiy kurslarda o'qib, o'sha qolganini o'zim internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'rganib ketganman. Demak, o'zida bor ekanda, hamma ham bu narsani eplab ketmaydi-da. Rostdan ham. Baribir odam o'zini ustida ishlasa, erishadi-da, nimadirga. Shunaqa deb o'ylayman. Sir bo'lmasa, Adelina jonim meni, qaysi deylik o'sha summani, mablag'i siz tikkansiz? Birinchi boshlang'ich biznesingizga. Boshida 1,5 dollar atrofida tikilgan. Katta puldan boshlabsiz. Ba'zi birlari 100 dan, 200 dan boshlaganlar ham bor-da va zo'r natijalar olishyapti bugungi kunda. Shunaqa, lekin hozirgi kunda yana ham rivojlanib ketdi chunki. O'sha payt men hammasini nalichi qilishni xohlaganman. Qo'limda tovar ko'p bo'lishini xohlaganman.
O'shanda men 1,5 yil atrofida boshlaganman pul ishni. No, Optimga kirganimda men pulsiz boshladim bu ishni. Optim sohasiga Mollarni qayerda kirganimda. ushlagansiz? U уже o'sha yerdan skladi o'zidan manzilga qarab ketarmidi? Uyga kelgandan keyin ularni obzor qilib, chiroyli obzor qilib, Telegram, Instagramga joylab, har bitta mijozga dastavka chiqarardik. Через Yandex orqali. Zo'r. Zo'r. Shunaqa. Xo'p, 1,5 mingdan boshlagan ekansiz. Umumiy olganda 9 yillik tajribaga ega tadbirkor Shunaqa. ayol. Va hozirgi kunda Hozirgi nimalar bilan kunda bandsiz? Optim sohasiga o'tganmiz, детский Optim sohasiga. Детский Optimda уже hozir kamida 1000 ta magazinga tovar beramiz. Optim tovar beramiz уже. Ancha katta summaga chiqqanmiz. Bankrot bo'lgan, afsuski vaziyatlar bo'lganmi? Bo'lgan. Bo'lganmi? Bo'lgan. Xitoydan o'sha Optimni boshlagan paytim bilmasdan unda onlayn zakaz qilib qo'yganman. Bitta skladga pul to'laganman. Где-то $2000 atrofida o'sha bor pulimni to'laganman. U fabrika meni aldab ketgan. Xato ulardan o'tgan. Ha, u fabrika noto'g'ri anaqa bo'lgan. Moshenniklar bo'lishgan. Yana ehtiyot bo'linglar, bunaqa vaziyatga ham tushish mumkin. Shunaqa. U kiloli tovarlarda ko'p bo'lar ekan. O'shaning uchun kiloli slishkom arzon tovarga uchishimni aniq qilmayman, maslahat bermayman. Turib qolgan, sotilmagan mollaringlarni nima qilasizlar? Bo'ladi shunaqa vaziyat. Da, bo'ladi. Keyingi yil sotamiz. Bari sotilib ketiladi. Sotiladi, обязательно. Детскийda chunki unaqa mana женскийda tez o'tib ketadi deysiz, modasi tez o'tadi. Детскийda unaqa emas. Naborat o'tgan yilgi hit продаж narsalar bu yil ham yaxshi sotiladi. Детскийda shunaqa bitta model, mana bitta modelni biz chiqaramiz. Hozirgi kunda fabrikada o'zimiz chiqaramiz kiyimlarni. Mana 3 yil oldingi zo'r ketgan model bu yil ham zo'r ketadi. Umuman olganda bolajonlarimizga fasl tanlamaydi, bilasizmi? Shunaqa. Kimdir beshi to'yga borsa ham, barg'od chaqaloqni sarpasi bor-ku. Birortalasi hozir deylik bahor bo'lsa, men kuzga mos narsa olaman, shunda necha oylik bo'ladi? 6-7 oylik bo'ladi deydi. Shaxsan men ham shunaqa qilganman. Shunaqa bo'ladi. Yaqinlarimga deylik, yoz faslidagi narsani yozligini olmay, qishgina olganman. Shunaqa bo'ladi. Chaqaloq nimani kiyadi dirdim-da. To'g'ri. Qishgina deylik, yengilgina kurtochkami, kombinezonmi, deb o'sha asqotadi o'sha paytda. O'zi sarpa qotganda qishga yozga hamma faslga olishadi-ku. 4 fasl olib kiritirilgan. Onalarimizga mingdan ming rahmat, ta'zim qilamiz. Ham qiz farzandni ulg'aytiradi, tarbiya beradi, o'stiradi, bilim beradi, keyin o'zga xonadonga uzatib yuboradi degani unga qo'shimcha yana 5 to'yga shuncha sarpa. Mayli, ilohim, urf-odatlarimiz o'ziga yarasha juda ham shirin, ham o'ziga yarasha yaxshi taraflari ham bor va aksincha. Mayli, endi hozir bizning suhbatimiz u yo'nalishda emas. Hozirgi mana yoshsiz. Umuman olganda 3 o'g'lonni mehribon onajonisiligiga o'xshamaysiz. Go'yo o'zlari hozirgina endi kelin boshi turmushga chiqqan kelinga o'xshaysiz. Qiyin emasmi? Qiyin kunlar ham bo'ladi, конечно. Har bitta sohada baribir o'zini qiyinchiligi bo'ladi, ko'rinmaydigan. Odamlar chetdan ko'rsa baribir ko'rinmaydi-ku. No, men o'ylayman, oila tomonidan podдержка katta bo'lsa, unaqa qiyinchilik bilinmaydi. Toki mana Xitoyga 3 ta farzandlaringizni olib borgan vaziyatlari bo'lgan ekan. Shu rostmi? Rost. Qanaqa eplagansiz 3 tasi bilan bol tanlashga? Otadan borganlar-da. Voy, boringizga shukr. Qaynanajon ismlari nima? Zulfiya opa. Zulfiyaxon, omon bo'ling. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Nevaralaringizni rohatini ko'ring. Xo'p, qarang, o'zingiz yoshsiz, tadbirkor ayolsiz. Kelajakdagi endi rejalar haqida gapirsam, ko'z tegib qolsa-chi, amalga oshmay qolsa-chi degan narsalar ham bo'ladi hayotda. Umuman olganda biznes lady sifatida, tadbirkor ayol sifatida oldinga nima maqsadlar qo'yasiz? Hozir bizda Xudo xolasa o'zimizning fabrikamiz bor. Kiyim ishlab chiqaramiz, детский kiyim. Nomi nima? O'shani endi nomlashtiramiz. O'zi bu reklama alohida pul olaman. O'zi brendli qilib chiqarardik, Chanel, Gucci qilib. Chunki juda ham zo'r chiqadi, kачествоsi Xitoy, Turkiyadan yaxshi chiqadi.
Faqat iltimos. Lyuks kачествоda. Sintetikadan Yo'q. matolar bo'lmasin. Unaqa emas. Bolalarimiz nima ko'p ular giperaktivni-da bolalarimiz. Yugurganda o'sha sintetikali narsa yo'q, tanaga unaqa emas. umuman azob yetkazadi. Iching xuddi selofanoviy paketda vakuumda yurgandek bo'lasan. Shunaqa, Chiroyli kiyimlar ham borda, lekin sintetikasi ko'p bo'ladi. Yo'q, shunga matoga ham narsaga e'tibor juda ham qilinglar. e'tibor beramiz. Unaqa arzon kiyimlar emas, juda ham yaxshi kачествоli, zo'r kiyimlar chiqaramiz. Hozirgi kunda вообще zo'r sotiladi. Yaxshi magazinlar, butiklar olib sotishadi u kiyimlarni. Unaqa bozor sifat kiyimlar emas. Uni sizlar tarqatib yuborasizlar. Da, kelishi bilan уже сразу klientlarimiz kutib turishadi. Kelgan zahot olib ketishadi. Сразу. Kelishi bilan tugab ketadi tovarlarimiz. Adelina, mana hozir bizni kuzatib turgan qizlarimizga, yosh kelinlarimizga, balki o'ziga yarasha farzandlaridan qutulgan, mana endi tadbirkorlikka qo'l uraman degan ayollarga, o'zingizni tengxo'r yoshingizdagi kelinlarga nima maslahat berasiz? Mana shu yo'nalishda. Bu yo'nalishda, конечно, bittada savdo zo'r bo'lib ketmaydi. Masalan, endi boshlayotganlarga, chunki o'zim ham o'qitaman, o'quvchilar chiqaraman ko'p. Kursimiz ham bor, mana shu детский tovarlar bo'yicha, olib kelib sotish bo'yicha. Bittada zo'r bo'lib ketmaydi baribir. Ozgina sabr qilib erishadi-da. Chunki bittada klient topish oson emas-ku. Sekin-sekin erishadi. Business Woman loyihasini yaxshi bilasiz. Xabaringiz bor. Da. Juda ham ko'p hozir minglab o'quvchilar mana shu yerda hozir izlanishda, bilim olib, saboq olib, mana shu chiroyli natijalarga erishishyapti. Mana hozir aytyapsizki, siz ham demak qo'l ostingizda shogirdlaringiz bor ekan-da. Shunaqa. Qancha soni? 200 taga yaqin. Mashalloh. Mashalloh. Va qaysi muddat ichida bular o'ziga yarasha bemalol endi men hozir ish olib bora olishim mumkin degan noldan finalgacha qancha vaqt ketyapti? Qo'l ostingizdagi talabalarga. Hozirgi kunda 3 oy ichida mashina olib magazin ochgan shogirdlarim ham bor. Mana shu soha bo'yicha mashina olganlar ham bor. 3 oy ichida. 3 oy ichida. Yaxshi natijaga erishib. Nimaga men aktrisa bo'lib yuribman? Rejissyorlarning qo'sh qovog'iga qarab, shuncha pul bersanglar boraman deb, shuncha hozir o'shunaqa zo'r tadbirkor ayollar bilan tanishyapman, o'zim mazza qilyapman. Qaysi bir kasbga ilib olsam ekan? Voy, bosh hisobchi bilan ham tanishdim, mazza qildim. Zo'r kasb ekan. 70 yoshda ham o'rgansangiz bo'lar ekan. Mana hozir bular gapiryaptilar. Yoshgina, qancha Bularmanda ancha yosh yana. Ancha yoshmandan u qizlar. Qoyilman. Siz nimaga hozir yana endi bo'ladi qitiqlangan, rus tilida olib gapirganda любопытный вопрос. Mana shu 9 yil ichida Adelina uyga endi ro'zg'or, kiyim-kechak, dori-darmon, silay rahim qilishdan tashqari nimani xarid qila oldingiz? Zo'r, qimmatbaho uyingizgami yoki shaxsan Adelina o'zi uchunmi yoki ota-onasi uchunmi? Nima ola oldingiz? Olishda o'zimga, например, hech nimaga отказ qilmayman. Nima xohlasam, nima ko'zimga chiroyli ko'rinsa, narxiga qaramay olveraman. Ana ko'rdingizmi? Bu demak daromad yaxshiligidan. Da, u tilla bo'ladimi, brilliant bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha ko'zimga chiroyli ko'rindimi, men brilliant haqida gapirdingiz. Demak, bu yerda yaxshigina mablag' turibdi. Bemalol olayman. Hozirgi kunda biza ko'proq anaqani fokusimizni ishimizga qaratyapmiz. Chunki biz faqat oldin kiyim-kechak sotardik. Hozir obuvlarga o'tganmiz. Masalan, obuvlarda ham bitta kelganda, tovarimizga kelganda bir oyda 3 marta kelsa, tovarimiz 2 ta, 3 ta kelsa, kamida $15,000 tovar keladi. Bu aynan shu bolajonlarning oyoq kiyimi, oyoq kiyimi o'zida. Kiyimda bundan ancha katta summa aylanadi. O'sha fokusimizni hozir mana shunaqa kiyim anaqaga qaratyapmiz. Fabrikamizni yana ham kattalashtiryapmiz. Hozirgi kunda yangi joyimizda remont ketyapti, remont ishlari. Uni patentlashga berib, уже yana ham kattaroq qilyapmiz. Уже keyingi anaqaga chiqyapmiz-da, etapga. To'xtamaymiz. Xo'p. Savol berdim, lekin yana bergim kelyapti. Mana hozir bizani kuzatib turgan deylik, yuzlab, balki minglab, balki undan ham ko'proq tomoshabinlarimiz nimadan boshlaydi? Kimga murojaat qilay, nima qilay degan savollarga nima javob berasiz? Mana shu Business Woman loyihasida inshaalloh hammasini etap-etap o'rgataman.
u Xitoydan qanaqa zakaz qilish, Xitoy bo'yicha ishlash. Hozirgi kunda Turkiyadan ham Xitoy tovarlari yaxshiroq ketyapti. Chunki baribir Xitoy juda ham aqlli shahar deb o'ylayman. O'zimiz ko'p boramiz Xitoyga. Oy oxirida ham ketishimiz kerak уже. Baribir Xitoy birinchi o'rinda ko'p narsada turibdi hozirgi kunda. O'shaning uchun Xitoy bilan ishlashligini ko'proq tavsiya qilaman. Buning ichida albatta bilimga ega bo'lish kerak azizlarim. Asaltoy qizlarimiz, kelinlarimiz, kimdir mabodo moddiy tarafdan tushkunlikka tushgan bo'lsa, qiynalib o'tirgan bo'lsa, qayerdan pul topsammikin, amali bir necha marotaba ota-onangizdan olarsiz, akangizdan olarsiz, silay rahim qilib jigarlari yordam berar, keyin shuning uchun hozirdan o'qishga kirib olinglar. Hozirdan o'qishga kirib olinglar. Masalan, Business Woman loyihasida atigina 96 ming to'lab, bir oyda 12 ta dars. Demak, balki kimgadir 3 oy yetib berar. Balki kimgadir 6 oy va hokazo. Bir yil mobaynida albatta zo'r fundamentga ega bo'lib olasiz. Bilimli bo'lib, chiroyli bir o'zingizni yo'nalishingizni topib olasiz. Shunaqa inshaalloh. Eng yaxshisi men ularga sotuv texnikasini ham o'rgataman. Buni ko'p kurslarda berishmaydi. Chunki zakaz qilishni hamma joydan o'rgansa bo'ladi. Sotish problema hozirgi qizlarda ko'pchiligida. Uni to'g'ri sotish, o'sha texnikani ham o'rgataman. Mana kuzatamiz, sir emas. Ba'zi bir butiklarda mollari yaxshi-da, lekin kun mobaynida pashsha ham kirmaydi-da. Shunaqa. Yo'q, hech kim yo'q. Kun mobaynida savdo qilinmaydi. Savdogarlarning tilida shunaqa gap bor, termin pachin qilmadik deb. Shunaqa. Gap aytaman, kirib qolib nobodi bir narsani xarid qilsam, qaysidir do'kondami, o'sha pulni olib urib chiqishadi. Va qo'lim yengil deb hazillashib kayfiyatini ko'tarib ketaman. Hammasi zo'r bo'ladi. Allohim rizq bilan siylasinlar, ko'p insonlar kelishsin, mijozlar hammaligini xursand bo'lib ketishsin deyman chin yurakdan. Chunki o'sha yerda kun mobaynida o'tirib, klient kelarmikin, olarmikin degan narsa juda qiyin-da. Hozir bemalol mana onlayn orqali joylashtirasizmi, boshqa platformalarga joylashtirasizmi? Sotuv ancha oson bo'lib qolgan. Bemalol pul o'zi keladi 24 soat. Yaxshi foydaga erishgan, chiqqanlar juda ham ko'p. O'zim o'quvchilarim ichida ham. Вообще ko'p. Уже bir oy ichida sof foydasi где-то 3000-4000 dollar bo'ladi-da. Yaxshi foydaga chiqa oladi. Uyda o'tirib bu. Magazin ochish shart emas, arenda to'lash shart emas. Hammasi onlayn tarzda. Yutqizganlar bormi? Rostini ayting. Yutqizganlarni hali ko'rmadim. Pul tikmasdan ishlamaganlar bo'lgan, to'g'ri. O'zi prosta o'qib, ish boshlamaganlar bo'lgan o'quvchilarim ichida. Ishlayman deb уже pul tikib, hammasi zo'r natijaga erishgan. Bu shunaqa vaziyatlar bo'lar ekan, nasiya degan so'z bor-ku. Nasiyaga berilarda, mayli, keyingi oyga berarsan deb. Shunaqa imkoniyatlar ham kimdir to'y boshlab qo'ygan bo'lsa, mayli, o'sha ham hamma nasiyaga deb, o'rin ko'rpa, yastiq, o'sha sarpasini qilardi nasiyaga. Hozir endi umuman boshqacha bo'lib ketgan. Hozir boshqacha. Hozir men naborat aytaman, nasiyaga ishlamanglar deb. Bejiz bu mavzuni ko'tarmayapman. Nasiyaga ishlamanglar deyman, chunki hozirgi kunda odamlar va'dasida turmaydi. Bir oyda beraman degan odam shu bilan topolmaysiz. Shuncha aytishadi, pul berayotganda, "Xayr, pulim" deb berishingiz kerak ekanizlarim. Lekin bu bor haqiqat. Puli berdingmi? Xayrlashing. Chunki bu narsa o'zimda ham bo'lgan. Optim sohasiga endi kirgan paytim, men ham hammaga ishonuvchan insonman o'zidagi. Nechta klientlarga, magazinlarga berganman tovar, shu bilan ulardan qaytib ololmaganman ham. Ololmaganlarim ham bo'lgan orasida. Shu bilan qolib ketdimi molingiz? U payt masalan 7-8 millionlik tovar olishardi. U payt men uchun bu katta pul edi. O'sha payt chunki men endi ish boshlagan edim. Har xil odamlar bor. Kimdir masalan birovni moli meni do'konimda turibdi, vijdon azob degan narsa bor-da, birovni haqqi hech qachon buyurmaydi. Alloh bir sabab beradi, o'sha narsang 100 karra ketib qoladi. Shunaqa ketib qoladi. Endi afsuski, har xil insonlar bor. O'shaning uchun men umuman nasiyaga ishlamanglar deyman, srazu yangi boshlaganlarga. Chunki yangi boshlaganlar ko'pchiligi
anaqa qo'shnisini o'ylab oladi tovar olayotganda masalan kelishadi, mani oldimga tovar olishga kelishadi, menga ko'proq o'g'il bolalarga tovar bering chunki atrofimda o'g'il bolalar ko'p deydi yoki atrofimda qizlar ko'p deydi. Men naborot aytaman, sizlar atrofinglarni o'ylab olmanglar deyman. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda sotishni o'ylaylar deyman. Instagram, Telegramlarda sotishni o'ylaylar. Naborot begonaga sotsangiz yaxshiroq. Chunki o'zingiz yoningizdagilar oladi, razmer to'g'ri kelmadi deydi yoki bemalol olib kelib uni qaytarib bering deydi, almashtirib bering deydi. Begona naqd to'lab oladi. Tajribada shunaqa bo'lganmi? Mana onlayn orqali, Instagram orqali siz joylashtirdingiz. Videoda ko'pincha chiroyli qilib podacha bo'ladi. Uni Yandex orqali jo'natdingiz, xaridor pulini sizga kartangizga o'tkazdi, qaradida, yo sifati unaqa emas ekan-u. Suratda boshqacha, amalda boshqacha. Menda shunaqa bo'lgan bir martalab. Menda bo'lgan. Videoda ko'rgan deylik, o'sha lavhalardagi menga podachasi zo'r ekan, chiroyli ekan dedim. Kelganda matosini sifati menga yoqmagan. Shundan keyin o'ylanib qolganman. O'sha onlayn olish. Lekin u davriga deyarli 8-9 yil bo'ldi. Hozir bo'lsangizlar raqobat boshlandi. Bulardan deylik joylashtirgan molingiz besifat bo'lsa, tabiiy hol siz ertangi kuni o'ylab ish qilasiz. Demak, siz maqsadingiz sifatli molni olib kiritirishingiz. Sifatli molni o'sha barcha YouTube, Instagram tarmoqlarga joylashtirishingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki shunchalik hozir yon atrofingizda konkurensiya rivojlanib ketgan. Rivojlangan. Yaxshi qilmasangiz, Adelinani moli bo'lmabdi, aynabdi deydi. Yoki aksincha, Adelina va moli zo'r, bemalol qo'rqmasdan ovuringlar degan yuzlab sizda o'sha optoviklar sizdan olishadi, roznичныйga, o'sha do'konlarga tarqaladilar. Ular bilishadi, sizning molingiz haqiqatdan ham, ko'rmasdan ham, lekin aminki bu tadbirkor ayol sifat moli olib kiradi. Shunaqa, chunki hozirgi kunda biz Rossiyaga, Tojikiston, Qirg'izistonlarga bemalol tovar jo'natamiz. Ular ishonib, boshida, конечно, kam olib ko'rishgan. Biz 2000-3000 dollarlik olib ko'rishgan probaga, tovarimizni ko'rgandan keyin hozir har tovar kelganimizda srazu talashib olishadi. Demak, hozir tabiiy hol raqobat juda ham kuchaygan va aytganingizdek, mana Rossiyaga, Tojikistonga jo'natayotgan mollaringizni hozir endi qo'rqmasdan ular katta miqdorda sizlardan u narsani xarid qilib olishyapti. Hozirgi deylik ishi endi boshlang'ich vaziyatda tushgan deylik tadbirkor qizlarimizga nimadan ogoh bo'lishliklariga, nimadan juda ham nima desamki, bitta so'z bor-ku, 7 marotaba o'lchab, keyin keskin. Mana shu narsalarga nima maslahat berardingiz? Ya'ni xatolarga qo'l urmasligi uchun, kuyib qolmasligi uchun, olib kelgan tovar naryoqda qoplab qolib ketmasligi uchun nima maslahat berasiz? Men o'zimning tajribamdan kelib chiqib, masalan, mana bilmasdan turib, mana shu o'qimaganman, chunki ko'p joyda o'qimaganman men. Bilmasdan turib, bitta skladga pul to'laganman. Aytdim-ku, kuyib qoldim deb. O'sha skladga men ishonganman. U yaxshi anaqa deb o'ylaganman, menga tovar beradi deb o'ylayman, chunki u menga rasm, videolar jo'natgan, mana tovar deb. Men unga o'sha katta miqdorda o'sha payt endi menga katta summa edi, to'la o'qiganman, u meni aldab ketgan. Shu bilan meni blokka tiqib qo'ygan, qaytib telefonni olmagan. O'shaning uchun baribir hozir o'qishlar rivojlanib ketgan, o'qishligini tavsiya qilaman. O'qib, ishonchli поставщикlarni topish kerak. Ishonchli fabrikalarni o'sha Xitoydan zakaz qilish uchun. Baribir birinchi qo'lida tovar bo'lish kerak-ku ish boshlash uchun. O'shaning uchun ishonchli o'sha fabrikalarni topish uchun baribir o'qish kerak deb o'ylayman. Baribir ham bilim bo'lish kerak. Bilim bo'lmasa u qiyin. Mana kargoga, kargodan ham juda ham ko'p aldanishadi odamlar. Buni ham juda ko'p eshitganman o'zim ham. Tovarligi yo'qolib ketadi yoki juda ham kech keladi. Kech kelgandan keyin uni sezon o'tib ketadi. Nima qilish kerak bu narsalar sodir bo'lmasligi uchun? O'shaning uchun xato kimda ketyapti? Tabiiy hol u yoqdagi vakillarga. U yoqda Xitoydan tovarni juda ham kech chiqaradi. Ko'p anaqalar. Mana shuni ko'p eshitganman, bilasizmi? Ko'p bu narsa, mana zakaz berasiz. Zakaz bergandan keyin o'shancha berishdan oldin so'rab olish kerak. U tovar nalichi bormi ularda? Qo'lida bormi? Srazu chiqaza olydimi? Chunki bizani o'zimizda ham mana Xitoyga boramiz, tovarga pul to'lab ketaman, u tovarim bir xillari 20 kundan keyin chiqadi yo'lga. Yo 20 kun bo'lsa mayli, yo 2 oylab ham qolib ketgan. Lekin kelguncha yana 1 oyda baribir. Kelguncha yana vaqt-ku.
Biza через fur olib kiramiz chunki tovarni, u arzonroq tushadi. Через aviakargo olib kelsa bo'ladi, u narxi qimmatlashib ketadi. Qimmatroqqa tushadi. Baribir optim sotgandan keyin через fur olib kirish kerak. Furra sekinroq keladi. O'shaning hisobiga bizga tezroq kelish kerak. Sezondan sal oldinroq boshlash kerak. Uning uchun. Например, hozir o'sha bahorgi sezonga kech. O'sha yozi faslini hozirdan o'ylab qo'yishlik kerak. Shunaqa, o'sha yozgi tovarlar tayyor bo'ladimi yozi mahsulotlariga? Tayyor bo'ladi. Ya'ni o'sha har bir faslda, har yilda yangi kolleksiya degan so'zlar bor, yangi deylik olib kiritirilgan model kiyimlari bolalarniki bo'ladimi, erkaklarniki? Novinkalar har doim u yoqda sezondan oldin chiqadi o'sha. O'sha yozga u yoqda davno chiqdi, где-то 2 oy oldindan chiqib bo'ldi. Yozgi tovarlar. Demak, bugungi suhbatimizdan yana amin bo'laman, baribir ham o'qish kerak. Baribir ham mana shu bilimga ega bo'lgan odamgina hech qachon xatoga qo'l urmaydi, qoqilmaydi. Shundoq ekan, albatta bu gapirishdan men charchamayman. Yaxshi ham business woman loyihasi bor. Bemalol mana shu yerga murojaat qilib, mana shu yerda kimga qancha, kimga bitta loyihadan ancha narsa olishar ekan. Va nafaqat bilasizmi, mana shu loyihada o'qiganlar o'zini kamida 2-3 ta yo'nalishda sinab ko'ra olishi mumkin. Balki sizni yo'nalishingiz balki bu qizimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Deylik, buxgalteriyaga qiziqish paydo bo'lib, 2-3 ta darsni olib o'sha yerdan o'zini qidirib yurgan kasbini mana shu yo'nalishda topa olishi mumkin. Mashalloh, zo'r. Ayniqsa u damlarni eslavyapman. Mana bundoqqina narsa ham mani razmerimga to'g'ri libosi narxi bir xil. Nimaga? Shu savol sizdan olmoqchiman javobini. Chunki baribir детский kiyimni yaratish qiyinroq. Kattalarnikiga nisbatan. Nimaga? Matosi kam ketadi-yu, materiali kam ketadi-yu. Ketgan bilan mehnat katta ketadi u narsaga. Baribir kichkina narsani tikish qiyinroq, uni yaratish qiyin ancha. Ularga model topish ham qiyin. Biz mana fabrikada chunki rosa qiynalamiz model topishga. Ularni bittalab yaratish, bu narsa orqasida juda ham katta mehnat. O'sha damlarda yurganimizda pulimiz kamroq bo'lardi-da. O'sha Germaniya, Yevropa mamlakatlariga borganimda, mana bundoqqina oyoq kiyimli jiyanimga olgan bo'lgan paytlarimda o'zimni oyoq kiyimimdan ham qimmat edi-da. Shunga har doim savol berardim. Nimaga ekan? Masalan, menga shuncha ter ketdi. Bolajonlarni oyog'iga mana bundoqqina ketadi-yu, pulini pastroq chirib qo'yinglar. Lekin men aminmanki, shunchalik soni minglab ketayotgan sizni mollaringiz uchib ketyapti. Demak, insof bilan narx-navosini, foizini qo'yar ekansiz, mashalloh. Baribir ham bunda katta ma'no bor-da. Insof bilan qo'yilsa, narsa kimdir mamita do'konida 10 so'mga qo'yib qo'yadi-da, u moli kuniga 10 ta ketadi. Yondagi sherigi aynan shu molini deylik 10 so'm emasda, balki 5 so'mga qo'yib qo'ygan bo'ladi. Uniki kunida 100 ta ketadi. Baribir ham oluvchilarga ham hamyonbop. Va o'sha sotuvchiga ham bu nihoyatda tez oborotda aylanadi-da. Shunaqa. Baribir insof bilan narx chiqarish kerak. Insof bilan. U narx chiqarishlarni ham biz o'rgatib o'tamiz. To'g'ri narx chiqarish. Baribir to'g'ri narx chiqarish ham bilish kerak. Chiqaman ishingizdan. Narxini sizlar tabiiy hol sizlar belgilaysizlar. Chunki narx chiqarish ham to'g'ri chiqarish kerak. Baribir bu konkurentlarga nisbatan anaqa ham bo'lib qolish kerak emas. Chunki uyda sotayotganlar ham magazinda sotayotganlar bilan farqi bo'ladi. Magazinda sotgandan keyin ular arenda to'laydi, ishiga to'laydi pul. Rostini ayting, mana shu 9 yil mobaynida shayton yo'ldan urganmi? Ya'ni, nimaga endi men shunchaga sotar ekanman, qo'yaman, baribir xaridor chiqar. Oladiganlar bor, puli borlar ko'p. degan vaziyatda bo'lganmi? Keyin afsuslanib qolgan. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Holati bo'lganmi? Bo'lmaganmi? Ilohim bo'lmasin. Bo'lmasin-da. Bo'lmasin. Ilohim hech qaysi bandani Allohim to'g'ri yo'lda adashtirmasin. Avvalambor boshlagan ishingiz xayrli bo'lsin. Chunki sof halol mehnat qilyapsiz. Qolaversa bizni bolajonlarimizga rahmat. Bu asaltoylarimiz har bir xonadonda bolajonlarimiz chiroyli kiyinib yursa, ota
ona vaqti kelsa o'ziga olmaydida, lekin farzandlariga Farzandiga albatta oladi. olib beradi. Shunaqa. Shu bolajonim o'ksinmasdan maktabga chiroyli kiyinib borsin yoki o'sha mahallada yurganda ham chiroyli kiyinib yursin deydida. Shuning uchun o'sha qo'yilgan narxi ham hamyonbop bo'lsa, insof bilan qo'yilsa, u maqsadga muvofiq. Iloyim izlanishdan charchamang. Rahmat. Iloyim qo'l ostingizdagi shogirdlaringizni soni ko'payaversin. Aytganingizdek, sizdan ham o'tib ketsin. O'tib ketsa, undan ustoz xursand bo'lishi kerak. Xursand bo'ladi, shunaqa. Xursand bo'lish kerak. Demak, men shunaqa chiroyli bilim berdim. Toki suhbatimizda aytdingizki, men hamma ham bu sirni ochmaydi, lekin men shogirdlarimga olib kiritiraman. Ya'ni narx-navo qo'yishda ham. Shunaqa. Buni ham o'zini deylik o'sha bilimga ega bo'lib, o'zini yo'nalishi bor. Uni to'g'ri qo'yish demak, u tabiiy hol natija beradigan holat. Voy, men siz bilan hozir bilasizmi, Abuzxakiyda ham yurdim. Xitoylarga ham borib keldim. Kargodagi muhitni ham ko'rgandek bo'ldim. Fabrikalarni ham ko'rib chiqdim. Fabrikalarni ham ko'rdim. Mollar turib qolgan holatlarni ham eshitdim. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ayol boshingiz bilan ham 3 ta farzandlaringizga tarbiya berasiz. Vaqti kelsa maktabiga, bog'chasiga, qaynonangizni deylik duolarini olib qolasiz. Qaynotangizni, turmush o'rtog'ingizni tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Halol mehnatga hech narsa yetmaydi. Shundoq ekan, azizlarim, albatta bilim olinglar. Hozir imkoniyat bor, sharoit bor. Bu narsa qimmat emas. Business Woman loyihasiga kiringlar. Ana 10 ta yo'nalish xohlaganinglarni tanlanglar. Atagina bir oyda 12 ta dars. Вообще zo'rlar. Zo'r va arzimaydigan mablag'. Sizlar bilan keyingi dasturda ko'rishguncha xayr deb qolaman xolos. Bu qahramonimizga bo'lsa omad yor bo'lsin. Hali to bilan uchrashmaydi, odam bilan uchrashib qoladi va o'ylaymanki, hali sizdagi tadbirkorlar yurtimizda faqatgina soni ko'payadi. Omon bo'linglar.